Xitoy Xalq Respublikasi O'zbekiston uchun qanday ahamiyatga ega? Har qaysi O'zbekistonda yashayotgan odam, jamoatchiligimiz, xalqimiz mana shu masalani o'ziga ko'ndalang qo'yib, o'ziga yaqqol shu masalani tasavvur qilib, shu savollarga avvalambor javob berish kerak. Ya'ni o'ziga javob berish kerak. Xitoy bizlar uchun qanday ahamiyatga ega? Nafaqat bugungi kun, bugungi davr, ertangi kun uchun qanday ahamiyatga ega va bizlarning aloqalarimiz O'zbekistonga avvalambor nima berishi mumkin? Bizlar Xitoy bilan do'stlik, umuman hamkorlik o'rnatish hisobidan nimalarga erishishimiz mumkin? Qanday istiqbollar oldimizga ochilishi mumkin? Xitoy qanday davlat bo'lgani to'g'risida ortiqcha gapirish. 1 milliard 250 million xalqqa ega. Ya'ni yana bir bor aytaman, dunyoni, jahonni xalqini hisoblang, qancha bo'ladi? 21, taxminan 22% butun dunyoni shu Xitoyda yashaydi. Va kerak bo'lsa shu faqat aholi hisobidan emas, bugungi qudrati hisobidan agar Xitoyni bizlar baholamoqchi bo'lsak, bugun Xitoy haqiqatdan ham nafaqat xalqi hisobidan, aholisi hisobidan, qudrati hisobidan, hozir kuchga kirayotgan hisobidan va avvalambor ertangi kunni agar bizlar o'zimizga tasavvur qilsak, ertangi kunni o'zimizga yaqqol faraz qilsa agar, ertangi kun nuqtai nazaridan bu Xitoy buyuk davlat. Bugun buyuk davlat va ertangi shu buyukligi, uni qudrati, uni kuchi o'sib borayotgan davlat va kerak bo'lsa xalqimiz shuni bilish kerak. 21-asrni birinchi 10 yilligi yo kerak bo'lsa 15-20 yil davomida 21-asrni bu davlat, bu faqat mana hisob kitobim emas, mana tasavvurim emas, butun dunyo tan olyapti. Bu Xitoyga qarshi chiqadigan, Xitoyni unda yoqtirmagan kuchlar ham majbur shunga tan berishgaki, Xitoy 21-asrning boshida eng kuchli va kerak bo'lsa eng davlatlarni, qudratli davlatlarni bittasi shu bo'ladi. Bunga isbot juda ko'p. Avvalambor hozir agar bugun o'sishni, Xitoyning o'sishini, salohiyatini, qudratini, iqtisodini o'sishini inobatga olsak, Xitoyga teng keladigan davlat o'zi yo'q. Kamida 7-10% har yili o'syapti. Ishonasizlarmi, yo'qmi? 80-yildan bugungi kunga agar uni qudratini o'sishini, salohiyatini o'sishini, ishlab chiqarishini o'sishini, yalpi mahsulotini o'sishini agar inobatga olsak, ishonasizlarmi, yo'qmi? 20 yilda kamida 10 barobar uni yalpi mahsuloti oshgan. 10 barobar. Agarki uni harbiy kuchini, umuman aytganda bugungi islohotlarni agar inobatga olsak, ham harbiy nuqtai nazardan, ham iqtisod nuqtai nazardan, ham ma'naviy nuqtai nazardan ham kerak bo'lsa, bu juda tez o'sib borayotgan davlat. Xitoyni bugungi xalqaro maydonda o'rni, uni ta'siri, kerak bo'lsa uni ovozi butun dunyo bugun tan olishga majbur. Eng o'zini manman degan Qo'shma Shtatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari ham shunga majbur. Xohlamaydimi, noiloj Xitoy bilan hisoblashga nafaqat Amerika Qo'shma Shtatlari, Yevropa, Yaponiya, hamma davlatlar bu qudratli kuch bilan hisoblashga va uni tan olishga majbur. Agarki ertangi kunni mana shu suratlar bilan o'sayotganini inobatga olsak, hozir Xitoy oldida qo'ygan maqsadlarni agar amalga oshirishni o'zimizga tasavvur qilsa agar, 21-asrning birinchi 10-15 yilligida
yana bir bor aytaman, Xitoyni ertangi kuni, ertangi uni imkoniyatlari o'sib borayotganini o'zimizga yaqqol tasavvur qilishimiz kerak. Yana bitta narsa, Xitoy bu Osiyoda eng qudratli, eng kuchli davlatlardan biri va bizaga qo'shni davlat. Mana Qirg'iziston orqali hamsoya bizaga. Ya'ni ozgina taxminan 350 kilometr yo'lni agar bizlar ertaga qurib olsak, ham temir yo'lni ham avtomobil yo'lini tartibga solsak agar, ertaga mana eng yaqin qo'shnilardan biri bo'ladi. Buni ham bizlar inkor qila olmaymiz va kerak bo'lsa buni ham hisobga olishimiz kerakki, eng yaqin, eng qudratli davlatlardan biri Xitoy bo'ladi. Xitoyni nafaqat xalqaro maydonda, avvalambor qo'shni davlatlarda ta'siri o'sib boryapti. Buni ham hisobga olishimiz kerak. Ya'ni uni ta'siri shundan chiqyaptiki, uni kuchi, qudrati o'sishi bilan qo'shni davlatlar bu qudratli davlat bilan hisob-kitob qilish, uni tan olishga majbur. Ya'ni bizlar o'z istiqbolimizni, o'z iqbolimizni agar tasavvur qilmoqchi bo'lsak, oldimizga qo'ygan maqsadlarni, rejalarni, islohotlarni, kerak bo'lsa mana shu buyuk maqsadlarni oldimizga qo'yishni, amalga oshirishni agar o'zimizga tasavvur qilsak, o'zimizga yaqqol qanday bizlar shu maqsadlarga erishishimiz mumkinligini o'zimizga yaqqol agar tasavvur qilsak, shundan qanday xulosa chiqadi? Xitoy bilan hisoblashmasdan bizlar o'z maqsadlarimizga erishish bu mumkin emas. Ya'ni nafaqat bu masalani bunday qo'yish, masalani boshqacha qo'yish kerak. Xitoy o'sib borayotgan davlat, qudratli buyuk davlat, O'zbekiston qo'shni davlat. Shu nuqtai nazardan agar bizlar rejalarimizni ko'rayotgan bo'lsak, bugungi kunni emas, ertangi kunni avvalambor oldimizga yaqqol tasavvur qiladigan bo'lsak, Xitoy bilan aloqani mustahkamlash, Xitoy bilan aloqalarni nafaqat mustahkamlash, aloqalarni kengaytirish, Xitoy kuchiga, Xitoy qudratiga, Xitoy ishlab chiqarishiga, Xitoy iqtisodiga tayanish bu bizlar uchun juda katta bir strategik, kerak bo'lsa eng manfaatli maqsadlardan biri bo'lishi kerak. Takroran aytaman, buni xalqimiz, jamoatchiligimiz eshitib, shuni anglab olishi men o'ylayman, iltimos qilmoqchiman. O'ylayman bu juda katta, kerak bo'lsa har tomonlama hal qiluvchi masala. Xalqimiz shuni tasavvur qilish kerak. Bugungi kun bilan yashash emas, ertangi kun bilan yashash kerak. Bugungi kunni rejalarni yechish o'z yo'li bilan, ertangi kunni 10 yil, 20 yil oldinni bizlar ko'rmasak, bizlar kaltabinlik siyosat bilan juda aytaylik yengil yo'l bilan o'zimizni maqsadlarimizni ko'rishimiz mumkin. Mani maqsadim prezident bo'lib, faqat bugungi ertangi kunni emas, 10 yil, 20 yil oldinni ko'rishim kerak. Mendan keladigan avlod, keyin keladigan avlod, mendan keyin keladigan rahbarlar, mana shu rahbar, mana shu avlod uchun men zamin tayyorlashim kerak. Men prezident bo'lib maqsadimni shunday tushunaman.